Assalamu alaykum barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Hammanglarniki mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Va qilayotgan imzo to'plash harakatimiz g'alabiliq bo'lsin inshaalloh. Bugungi chiqib qilishimning sababi to'pla mayli Facebook bo'lsin, mayli WhatsApp bo'lsin, mayli boshqa yerda bo'lsin. Xitoy istixborotininki bu Amerika parlamentiga, ya'ni Amerika Davlat Majlisiga Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qildirish harakatimizga qilinayotgan hujumlari va provokatsiyonlari, ya'ni ziddiyat silish, qalaymiqanchilik tarqatlash va buni buzish harakatlari 5 yillik bilan davomlashyapti. Bunun maqsadi bu Xitoy istixborot buning aqsida bor aziz qarindoshlar. Bularniki ig'izda Uyg'urcha gap qilayotgan bilan amaliyotda buyruq Xitoy tarafidan kelinyapti. Chunki bu yerda bu harakatninki, bu faoliyatimizningki Xitoydan boshqa hech bir qanday davlatga, millatga ziyonliq emas. Bo'libmi Sharq Turkiston xalqiga foydaliq, Uyg'urlar uchun foydaliq va g'arb davlatlari uchunmi, Amerika uchunmi foydaliq bir masala. Shuning uchun Xitoy izchil buni suyuqlashtirish uchun, buningga qarshi turish uchun o'zininki g'alchillarini ishga solmoqda. Bular buni imzo faoliyatimizni e'lon qilgandan beri bular shu o'zininki Xitoy istixboroti g'alchillarini, Uyg'ur tilliq g'alchillarini ishga solish orqali yig'inlarni, maxfiy yig'inlarni ichib, ochiq yig'inlarni ichib, shu sosyal mediada, mayli Facebook bo'lsin, WhatsApp bo'lsin, xalqimizninki kallasini qaymoqtirish uchun xuddi 2018da qilgandek o'xshash harakatni shu Facebookda, WhatsApplarda, to'plarda aytib boryapti. Bu Xitoy istixborot va ularning g'alchillari xalqimizninki nodonligidan, siyosiy huquqni tuzuk uqmasligidan va davlatchilik ideyasini, hukumini bilmaganligidan foydalanib, mushunda qalaymiqanchilik nima qilyapti, mushunda provokatsiyalarni qilyapti. Va bu imzo harakatiga qarshi qaralash kampaniyasi, suyuqlantirish kampaniyasi, yo'q qilish kampaniyasi, imzo qildirmayman kampaniyasini eppiryapti. Xuddi o'z vaqtida 2018da biz Sharq Turkiston Uyg'ur qonunini chiqaramiz degan vaqtlardagi uyallarni ko'pinchalar eslay olasizlar. Ba'zilaringlar esingizdan chiqishi mumkin. Chunki bizning xalqda shap bilan bijapdikin tuniga nima ish qilganligimizni unutib qoldigan bir kesilimiz bor ekan. Biz 2018-yili 5-oyda shu 2018-yildagi 6-oyning 4-dan boshlab biz namoyish qilamiz. Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qildirish uchun Sharq Turkistonni Uyg'ur Sharq Turkiston qonun chiqaramiz deb, Xitoy amaldorlarini Magnitskiy qonun orqali jazolatimiz deb, Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarninki ustidan bulayotgan bu irqiy qirg'inchilikni Amerika parlamentidan, Amerika hukumatidan irqiy qirg'inchilik e'tirof qildiramiz deb va Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilamiz deb biz o'tirg'iga chiqib, e'lonni bergandan buyon Xitoy istixborotininki va ularninki g'alchilarininki suiqasdlari davomlashib kelyapti. Ammo Allohga ma'lum, biz namoyishni e'lon qilmaylam, ba'zi Uyg'urcha so'zlaydigan munofiq Xitoyning josuslari Amerika parlamentiga berib, bular terrorchi, bular bo'lginchi, bular islomchi, bular radikal deb bizni chaqdi va biz bilan hamkorlashayotgan Lantos Foundation'ni biz bilan hamkorlashishni to'xtatishni
qo'lga keltirishga bo'ldi. Ammo Allohning izni bilan va biz haq bizning tarafimizda bo'lgandan keyin biz ularga tushundirdik bizning maqsadimizni, g'oyamizni, kim ekanligimizni. Shuning bilan ular biz bilan birinchi kunida din tartib 6-oyning 4-i 2018 tartib Amerikaninki parlament binosi oldida ey Amerika hukumati biz qirilib ketib boramiz, bizga millatga yordam qil. Ishg'oliyat, bugungi bizningki qirilishimiz mushu ishg'oliyatning sababidan, mustamlik bo'lib qilishimizning sababidan Xitoy bizni qiryapti, bizga yordam qil desak, ba'zi aqlliq, o'zini aqlliq deydigan atalmış da'vogarlar nimidi? Amerika'nın oldida namoyish qilsak bo'lmaydi. Amerika parlament binosida Amerika konsul oldida namoyish qilsak bo'lmaydi. Bu Amerika qarshi namoyish. Ularninkini bizda biz shu 74 yilning yozi, ya'ni 70 yilning yozi qilinayotgan shu Xitoyning elchixonasining oldida berib, "Ailam nerede? Dadam nerede? Bizga marhamat be, bizga avtonomiya be" deb talab qilishimiz to'g'ri ekanmish. Hammanglar buning esinlarida bor. Bular buni boshda bu harakatimizni qildirmaymiz, ya'ni shu vaqtdagi 2018 harakatimizni qildirmaymiz deb bizga nurg'un tahdidlarni soldi. Hammanglar buning shohid. Top-toplarda xuddi hozir bo'layotgandek tillig'i zutdi, suyuqlashtirdi, tuhmat qildi, haqoratladi, o'ltirman deb odamni nim qildi, anda qilaman, nim qilma deb qarindoshlarimga, och singillarimga bosqinchilik qildirg'izman deb ashunda eshaklarni ishlatdi bu munofiqlar. Xitoy istixboroti. Va ammo biz buningga qarshi turdik. Bir kunmi qo'rqib ketib nim qilmadik. Izchil harakatimizni davomlashtirdik va davomlashtirganligimiz tufaylidan 2019da bu munofiqlarning, bu Xitoy g'alchilarininki 2009dagi bostirilib qo'ygan Uyg'ur qonun loyihasini o'tirg'i chiqarg'izdik. O'zining og'zi bilan ba'zilari buni tasdiqladi. Biz shu vaqtda shunday xatolik qilgandik, a sababdan bo'ldi, keyin ma sababdan bo'ldi deb o'zini aqlashga tirishdi. Va xalqimizningki aqimizni turishi bilan, izchil harakatimiz bilan biz Amerika parlamentininki shu vaqtda shu bizning Sharq Turkiston Uyg'ur qonunimizni o'ylashayotganligini, shuni qilamiz, qilishga bo'ladi ekan deb o'ylashib nim qilayotgan vaqtda bu munofiqlar, bu Xitoyning g'alchilari nim qildi. Bunu to'sanmaydiganligini bilib, yana shu Xitoyning manfaatiga to'g'ri keladigan atalmış Şinjan Uyg'ur qonun chiqaramiz deb o'tirg'i qo'ydi. Hammanglar buni top-toplarda ko'ralaysizlar. Hozirga qadar izi bor buningki. Tordan izlasanglar bo'ladi. Uningga biz qanday qildik? Biz xalqimizni, men nima ish qildim u vaqtda? Hammanglarga safarbarlik qildim. Ey xalqim, munofiqlar, Güyle manda kılıvatıdı, manda halk küçüğü tirişivatıdı. Sizler üzerindeki parlament azasılarınıza tılpın kılınlar, xet yazınlar. Şinjan degen atalmış atalgını yuqtunlar. Bu rezil lanetlik atalgını üçürüp etinlar. Qağayın Şarq Türkistan diyen misallı mı? Şinjan degen nasını yuqtunlar dep halkka seferberlik ilan kıldım. Ve üzerinde neçiz parlament azası bilen bunu körüşüp şu xalqimizningki harakati bilan buni nim qildim. Oxiri bu yetmay yana nim qildik. Bular yana bir uyanni chiqadi. Aqsaroyga Şinjan Uyg'urlar asalliq millat, Uyg'ur va boshqa asalliq millatlar Xitoy tarafidan mana qamilib qoldi 800 ming deb anda o'tirib qo'ydi. Buning qarshi biz Sharq Turkiston müracaatini Aqsaroyga nim qildik va u vaqtimi bular qarishdi. İmza qildirmaymiz, Sharq Turkiston desek bo'lmaydi, irqiy qirg'inchilik desek bo'lmaydi. Bu Xitoyning zimin butunligi xilof narsani Amerika qilamdi. Xuddi hozirgi da'vatgandek. O'xshash narsani, o'xshash harakatlarni Xitoy istixboroti va uning g'alchilari qildi u vaqtda. Ammo xalqimizningki harakati bilan, Allohning rahmati bilan Amerika hükümetininki adaletliki bilen
Bu 109 ming ularniki 12705 Şinjan müracaatnomasiga Sharq Turkiston xalqi 109 ming imzo bilan javob qaytuvdi va Amerika hukumatidan talab qilganimiz Sharq Turkistonda az deganda 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa yerlik Turkiy xalqlar qirilib ketib bordi. Bu irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishingizni, BDTning irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga bo'ysunishini, Sharq Turkistonni besilib olgan davlat deb e'tirof qilishingizni, Xitoy amaldorlarini jazolashingizni, qonunni chiqarishimizni talab qilamiz deb 109 ming imzo bilan biz Amerika hukumatiga yo'lladik. Va Allohning izni bilan va yana Amerika hukumatininki adolatligi bilan bu munofiqlar, bu Xitoyning jasuslari, g'alchilari qildirmaymiz degan narsani qildirdik. Xalqimizning qon badali bilan, jon badali bilan keldi bu aziz qarindoshlar. Ammo izchil Xitoyninki g'alchillari, Xitoy istixboroti buni suyuqlantirish uchun izchil harakat qilib keldi. Irqiy qirg'inchilik desak bo'lmaydi dedi, Sharq Turkiston desak bo'lmaydi dedi, ba'zi yerim Xitoylarni chiqarib bayroq ko'tarsak desak bo'lmaydi dedi, ba'zi yerim Xitoylarni chiqarib mustaqillik deyish nima deymiz? Axloqsizlik, mustaqillik da'vosi qilish, hechqizlik da'vosi qilish deb ashunda o'zimizning millatimizga haqorat qildi. Va yana millatimiz kallasida bir o'zidan o'ylab boqmay, bir o'qib boqmay buningda nima deyilyotidi? Ma gap nima deyotidi? Bu bizning manfaatimiz to'g'rimi emasmi demaylam, shu Xitoy g'alchillarininki tatbiq so'zlarga, nimalarga aldanib, yani o'zining manfaatiga qarshi harakat qilyapsizlar, aziz qarindoshlar. Aziz qarindoshlar, hozir bular hozirgi harakatimiz, ya'ni Amerika parlamentiga, davlat majlisiga sunayotgan uch xetimizga qarshi harakat qilyotdi. Buni hammamiz ko'ryapmiz. Suyuqlantiryotdi, Uyg'uristonchilikni nim qildik, biz Uyg'urga qarshi turyapti bu Sharq Turkiston deb bu Uyg'urlarni setib etmoqchi bo'ldi, aqchi ko'kchi deb shunda o'yinlarni o'ynayotdi. Aziz qarindoshlar, hammanglardan tavsiya qilaman, hammanglardan o'tinib qolay. Bir o'qib beqinglar bu xatni. Xalqning degan gapini nim qilmay, bir xatni o'qib beqinglar. Uyg'urchaning tarjimasini qo'ydik. Hatto o'tirasiyadagi qarindoshlarimiz Uyg'urcha, asli Uyg'urcha yoziqni bilmaydi deb, aşılınki Suriyelik çıkımı tercüme kıldığızdık. Başkalarınki uyanlarga düşmanınki, Xitay galçılarınki, Xitay istihbaratınki uyanlarga çıkıp ketmenglar, aziz qarindoshlar. O'qinglar. Agar o'qishni bilmasanglar, o'zingni ishini degan, ma tuzuk adam deydigan bir Uyg'urchani o'qiy oladigan yoki Suriyelikchani o'qiy oladigan birisi olib, "Mani o'qib nima deyotdi ma gap o'qib deyishinglar kerak. O'qib bo'lgandan keyin yana qayta o'qinglar. Agar tushunmagan bo'lsanglar, yana qayta o'qib, ma nima deyotdi deb bir kallangni ishiltinglar. Allah bizga aql berdi, aziz qarindoshlar. Ma kallangni ishlat deb berdi. Har degan ko'chadagi tashlangan narsaga, har munofiqniki, xoinninki, josusniki nimalarga aldanib ketma deb, ma o'zingning aqlingni ishlatib, bir o'ylan. Aqlimizni ijaraga berib etmaylik aziz qarindoshlar. O'zimiz o'ylanayli, o'qib, nima deyotdi, buni bilaylik. Men yana shu jumlasini o'qib beray. Shu Uyg'urchasini ham inglizchasini o'qib beray. Shular boshqa yerdan putoq topolmay, Uyg'ur qonunini yo'q qilmoqchi bo'layotdi deb. Uyg'ur qonunini chiqargan men. Uyg'ur qonunini sizlar ko'mtirib qo'ygan, munofiqlar ko'ptirib qo'ygan. Uyg'ur qonunini tepib yana qayta chiqargan men. Hammanglar buningga shohid. Hamda o'qib beraylik mush jumlasini. Uyg'ur siyosati qonunini Sharq Turkiston siyosat qonuniga ko'tirish, ya'ni yangilash. Qonunning temasini yangilab, bütün Sharq Turkiston va bütün xalqlarni, ya'ni Uyg'urlarni, Qozoqlarni, Qirg'izlarni, O'zbek Tatarlarni va Mo'ng'ollarni o'z ichiga oladigan qonunga ko'tirishinglarni talab qilamiz. Bu atrofliq usul Sharq Turkistonliklar duch kelayotgan ko'p
taraflik taraflimlik hılıslar ve hılıslarını hal kılışta intayin muhim. Yani kayıt okup birey, Uygur siyaset kanununu Şarkı Türkistan siyaset kanununa götürüş, yani yenilaş. Kanunun temisini yenilap bütün Şarkı Türkistan ve bütün halklarını, yani Uygurlarını, Kazaklarını, Kırgızlarını, Özbeklarını, Tatarlarını ve Moğollarını öz işine aldığan kanunga götürüşünlerini talep kılımız. Bu etraflık usul Şarkı Türkistanlıklarının düz kelevatkan köp taraflimilik hırslarını hal kılışta intayin muhim. İngilizcesini okup bireyim de. Upgrade the Uyghur Policy Act to the East Turkestan Policy Act, updating the title of the legislation to encompass the whole of East Turkestan and all of its people, including Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Uyghurs, Tatars, and Mongols. This comprehensive approach is essential for addressing the multifaceted challenges faced by the East Turkestani people. Hem de öz karandaşlar, bir yerde upgrade'ini düşünenmegen karandaşlar buluşu mümkün. Bu upgrade degen bu söz nime? Upgrade, yani bir narsani texmi yaxşılandırış, texmi yaxşı qilish, yenilash, yani kötürüş. Xuddi her yili telefonimiz yangilandi ya, iPhone'lar her kuni iPhone'ni update qilib turdi, yangi update sistemlar chiqirdi, programmasini her ayda bir qatim update qilib turdi. Bir yerde Uygur kanunu yok kılıp yetişini emas. Uygur kanunu zaten turuyordu şu bronxisi. Yenisini çekimi kişilik kıl. Şarkı Türkistan'ı yani besilvagan devlet tap itiraf kıldıgan. Şarkı Türkistan'daki her yerlik halklarının hammasınınki hukuklarını hürmet kılıdıgan. Şununki Şarkı Türkistan zeminini hammasını öz işi aldıgan nasını kuchliroq qilib yengilab chiqarishinglarni talab qilamiz degan gap bu. Agar Uyg'ur uchun tushunmagan bo'lsanglar, ingliz uchun tushunmagan bo'lsanglar. Bunu nima uchun qilyapmiz? Masalan, Tibetlik qonuni necha qatim yangladi. Doim sal kuchliroq qildi. Burunqisida nima qilib sal kuchliroq qilib berayotgan Amerika hukumati Tibet hukumatiga berayotgan pulni sal jiqroq qildi va programmalarini jiqroq qildi, yangi odamlarni bekitdi, doim yanglab turdi. Xuddi Amerika'nın her yılı müdafiye kanununu her yılı yenisini nim kıldı, yenilap turdu. Burunki müdafiye kanunları okşap gidiyordu ama bazı işçilik, bazı mezmunlar yenildi, tekmi güçlendirildi. Her yılı bunun için çıkırdı. Bu mu okşaş? Bunu nim için? Bazılarına diyor ki nim için üzerine atalmış ilki Uygur için hizmet kılıvatman deyilgen bazılar Xitayning yani bu Uygur için hizmet qilishi uyat olsun, Uygur için hizmet qilgani ko'rdi qanchalar hizmet qilayotganligini. Uyg'urlikni qorishtirib Uyg'urlik qanday qilyotdi? Biz mao aqimizdagi xaritadagi Sharq Turkiston zamininki zamin butunligini qo'g'dab qilish uchun 1,828,418 kilometrlik kvadrat kilometrlik Şarkı Türkistan zeminini, devletinin ki zemin bütünlükini Şarkı Türkistan'daki karındaşlar millet arasında Xitay'nın ki ziddiyet seliş oyunlarını aldığını eliş için bunu kılavatımız karındaşlar. Çünkü hazırdan tatip zaten burun mu oynavatı da hazır mı oynavatı da. Xitay'nın da avatı Şarkı Türkistan'da ki Uygurlu, Kazaklım ba, başkılım ba. Bunu biz bulmasak yani Xitay kilip bu yava ailelerni birleştirip koymagan bolsa, bizning hukmronligimiz aslida bo'lmagan bolsa, bu bir-birini qirib etdi. Bu yap bir-birisi necha parchalanib ketdi. Deb ashu fitni, ash yolg'on propagandani Xitoy qilyotdi. Bularga hammanglar shohid. Ba'zi Xitoy qalchalarini chiqarib Sharq Turkistonning şimal kısmını Kazak'ın yeriydi dep nima qilyotdi, ba'zilarini chiqarib atog'inma bizninki Sharq Turkistonninki Janubiy g'arb qismini Qirg'izning yeri deb anda qilsa, Sharq Turkistonda nima qiladi? Uyg'urga nima qiladi u vaqtda? Nima qiladi? Shunda o'ynasa, zaminimizni qanday birlikini qanday saqlaymiz?
Biz muşu Xitaydan başka Şarkı Türkistan'ın yerlik halkıga hemmesini öz işe aladigan devlet degen şu. Her kandaq devlette meyli Kazakistan bolsun, meyli Amerika bolsun, meyli başka devlet bolsun, her kandaq devlette aşu özününki puhralarga hürmet kılıdı. Aşu özünün puhralarının haklarını qoğdaydı. Meyli karşı nimizden bolsun. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti mi bikadım bizninki ecdatlarımız bu zamanında Şarkı Türkistan Cumhuriyeti dep müstakillik için küreş kılmadı. Yani şu bar qarindaş milletlerimiz bilen Xitay tecavüzçilerini, Xitay işgalçilerini Şarkı Türkistan zamanından qoğlap çıkırımız davetimiz. Bazı münafıklar Xitayning galçilari, Xitay istihbaratı xalqninki hissiyatıdan paydalanıp bular Uyg'urninki ulan nim qilib buni bizning zamonimizni boshqalar parchalabmoqchi bo'lyapti. Bizning zamonimizni andoq qilmoqchi bo'lyapti. Xitoyni nim qilamiz deyapti. Bu hatto bir eg'izma Xitoyni Sharq Turkistonda qo'yamiz degan bir gap yo'q. Unda bir jumlami yo'q. Xitoy tajovuzchi, Xitoy ishg'olchi, bizningki bugungi irqiy qirg'inchiligimiz, bugungi bunda zulüm küravatqanlığımız, bunda kırılavatqanlığımızın sebebi Xitay bu zaminni, Şarkı Türkistan zaminni işgal qilganlik uchun, mustamlik qilganlik uchun, buni hal qilishimiz uchun, bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatishimiz uchun biz Şarkı Türkistanni besilib olgan davlat deb e'tirof qilishimizni, Xitoyning la'natli Xinjiang degan so'z iborani ishlatmasligimizni, Şarkı Türkistan xalqininki Amma xalqininki birlik baraberlikni saqlab qilish uchun Xitoy istihbarotininki bugungi va kelgusidagi o'ynaydigan uyallarni buzish uchun, taqobil turish uchun Sharq Turkistonni ishiga oldigan umumiy Sharq Turkistonninki, ya'ni Turkiy xalqlarini birlikni saqlab qoladigan Sharq Turkiston qonuniga kötürüşünüzni, yanılışınızni, yani yeni bir kanun koyuşunuzni talep kılmaz dedik. Aziz qarindoshlar. Aziz qarindoshlarım. Agar hammalar haqiqatan vatanim deydigan bolsanglar, millatim deydigan bolsanglar, Uyg'urim deydigan bolsanglar, Sharq Turkiston deydigan bolsanglar, aş qarindoshlarim qutulsinki, bir kun bolsimi baldu qutulsaqki deydigan bolsanglar, aziz qarindoshlarim. Bu Xitoylarninki istihbaratınınki ve Xitay galçılarının oyunlarına aldanmanlar. Tulu aldınıp biz muş günü kaldık. 1300 yıl burun ecdadımız belki hakan aldanma Xitay'ninki galçılarına. Onun tatlı sözlerine aldanma. Üzerinin devletin karşıtığımı da bizge nasihat kaldırıp koydu. Ama yani biz aldanıp ketip barımız, yani biz aldanıp ketkenlik için devletimizin kolumuzdan ketdi. Eğer devletimizin zimin bütünlükini, halkımızınki mevcutluğuna saklayımı desanglar, bunun imza koyuşlar. Bu yerde biz hazırkça ve bundan kimi inşallah Şarkı Türkistan halkıga, Şarkı Türkistan'ın zimin bütünlüküge, Uyghur milletininki menfaatiga karşı yoki ziyonliq hech qandaq bir harakat qilib boqmadik va qilmaymiz. Alloh bizningki bu da'voyimizni munofiqlarninki, dushmanlarninki, josuslarninki, xoinlarninki suiqastlaridan, ilm mikrlaridan, tuhmatlaridan va buzg'unchilikdan saqlasin. Allah bizni xoin bo'lib qilishdan, munofiq bo'lib qilishdan, bilib bilmay o'zimizning davlatimizga, o'zimizning millatimizga, o'zimizning vatanimizga xoinlik qilib qilishdan, sotqinlik qilib qilishdan, munofiqlik qilib qilishdan, ziyonkashlik qilib qilishdan saqlasin. Hammamizga kuch-quvvat, jasorat, birlik, ato qilsin. Hammamizga aqlimizni ishiltishga, haqiqiy ijara berib o'tish emas, aqlimizni ishiltishga nisb qilsin. Va sizning xalqimizningki bu ishg'oliyatdan, bu irqiy qirg'inchilikdan, bu mustamlikadan qutulishga o'z panohidan yordamchilarni bersin.
Sizning devletimizning mustaqillik nasli keltirishga bizga jasorat evatsin, bizga siyosiy, diplomatiya, askariy, istixboriy va maliya, ma'naviy jihatdan o'z panohidan, o'zininki qaysi davlatni yoki qaysi shaxslarni yoki guruhlarni xohlasa, shu guruhlarni bizga yordamchi qilib, shu millatlarni bizga yordam qilib, davlatimizningki mustaqillik nasli keltirish uchun nisb qilsin. Aziz qarindoshlarım, aldanmayli. Xitoy istixborotininki o'yinlarga aldanmayli. Aqlimizni ishiltayli aziz qarindoshlar. Yani deydiğim şu, aqlimizni ishiltayli. O'qib, bilib qilinglar. O'qib nim qilinglar. Har deganning og'ziga qarablam o'tamanglar. Ish harakati qaranglar. Qilayotgan ish harakatiga top pakitba o'tirdi. Tünügünkü qiyğan suikastni bugun unutib qolmanglar. Düşmanimizni tunayli aziz qarindoshlar. Düşmanning niyati Sharq Turkistonning mustaqilligini qanday qilsam, mustaqilligini asl keltirishni qanday qilsam tusayman. Qanday qilsam buni buzaman, qanday qilsam buni amalga oshirmayman deydi. Xitoy o'zi chiqib demaydi o. Shu Xitoy shu bizning aramizda o'ziga g'alchilik qilayotgan munofiq xoinlarni, josuslarni ishiltish orqali shunda ziddiyatlarni, shunda provokatsiyalarni qiladi aziz qarindoshlar. Azroq istixborot to'g'riliq bir kitob o'qayli. Bir istixborot to'g'riliq bir filmlar bor, o kadar nurg'un kinolar bor. Kitap o'qishni yoqtirmasanglar bir qismliq necha kinolar bor, shu qismliq istixborot oyat kitoblarni nimani kinoni ko'ringlar. Shuning orqali kallangiz sal echiladi. Dushman qanday o'ynayapti? Ashidiki o'ynayotgan o'yindagi bir qismini o'zingni men deb baqinglar. Dushman tarafni Xitoy deb Düşman qarıştırayotgan tarafni men deb o'ylab beqinglar. Undan keyin bizningki hozirgi bulayotgan vaziyatimizga, bizning davomimizga bulayotgan monopolchilikka, suiqasdlarga selishtirib beqinglar. Undan keyin düşmanningki diasporasimizda qanchalik faoliyat epelayotganligini tushunalaysizlar. Ba'zilar deyishi mumkin, Xitoy istixborot harakati yo'q bizninkimizda, biz unda kuchlik, bunda kuchlik. Xitoy istixborotining jasuslari Amerikadek davlatlarni, Yevropadek davlatlarni, Yaponiyadek davlatlarning ishiga kirib, o kadar kuchi bor istixborot organlarining ishiga kirib qalaymi qanchalik terayotsa, bizning hech nimamiz yo'q, diasporamiz qanchalik ish qila oladi. Bir o'ylab beqingiz qarindoshlar. Aldanmanglar. Yana deydiğim şu, aldanmanglar, o'qinglar, bilinglar, o'ylanglar, aqlingizni ishiltinglar aziz qarindoshlarım. Allohga emanet. Va barliq qarindoshlar, barliq tashkilotlar, yana deyman, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, ulamo birligi, tashkilotlar birligi, akademiyalar, ziyolilar birligi va ma'rif jamiyati ve başka qatorliq teşkilatlar bununla imza qo'yinglar. Xalqimiz uchun bizkin bo'lsa-mu, balduroq qutulishni arzu qildigan bo'lsanglar, bununla imza qo'yinglar. Buningdan hech kim men bir ko'tarilib ketadigan bir yerim yo'q buningdan. Men shu qanday qilib Sharq Turkiston vatanimga qanday qilib tizdim qaytaman deb shuning ko'yda. Davlatimni qanday asl keltiraman deb shuning ko'yda. Boshqa nimam yo'q. Sharq Turkiston mustaqil bo'lib, atmini etiversanglar, uningga rozi. Bir gün bo'lsam davlatimning mustaqilligini ko'rib, shu zamonlar munofiqlar meni o'ttirib, shuningga rozi bo'laman aziz qarindoshlar. Xayr, Allohga emanet.